Hop, bemorimiz 72 yoshda shifoxonamizga yurakni notekis urishiga shikoyat qilib keldi. Bemor 2 yil oldin aorta koronar shuntlash amaliyotini o'tkazgan. Amaliyot natijasida bemorga 4 ta shunt qo'yilgan. Yaqinda shuntografiya amaliyoti o'tkazilgan ayrim bezovtaliklar tufayli, lekin 4 tala shunt yaxshi ishlayotgani aniqlandi. Hozirda bemorda yurak notekis urish hissi bo'lganligi tufayli Holter tekshiruvdan o'tkazildi. Holter natijalari mana ekranda ko'rinib turibdi. Bir qaraganda bo'lmachalar fibrillyatsiyasiga o'xshayapti, lekin e'tibor berib, voltajlarni kattalashtirib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bo'lmachalar triptaniyasiga o'xshayapti ko'proq. Mana nepravilniy, noto'g'ri formasi 1P, ya'ni F to'lqinlar yirik 2, 3, 4, 5. Mana buni tagida ko'resni, bu oraliqlari ham bir xil. Yana mana 1, 2. Mana keyingisi bu yerda. Ya'ni noto'g'ri formadagi bo'lmachalar triptaniyasi deb olsak bo'ladi. Keyin xo'p. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana oraliqlar bir xil. F to'lqini, bu yerda ham F, bu yerda ham F, bu yerda ham, buni ichida ham ko'resni ichida F to'lqinlar bor. Ba'zi holatlarda mana masalan bu yerda bor. Mana bu yerda ko'resni boshlanish qismiga tushib, delta valnaga o'xshab qolgan. Bu yerda ham shunday ekan. Mana bu yerda ko'proq delta valnaga o'xshab qolgan. Bu delta valna emas. Bu P tichani, ya'ni F to'lqinlarni ko'resga qo'shilib ketishi natijasida shunaqa kengaygan ko'reslar paydo bo'lgan.